Diqqat! Tezkor xabar! Barcha o'zbek fuqarolari diqqatiga shoshilinch xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Ijtimoiy tarmoqlarda go'yoki bola o'g'risi paydo bo'lgani haqida xabarlar tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tekshiruv jarayonida quyidagilar ma'lum bo'ldi. Joriy yilning 11-sentyabr kuni taxminan soat 12:30 larda 1980-yilda tug'ilgan, ismi qisqartirilgan NX 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib, voyaga yetmagan farzandi 2013-yilda tug'ilgan, ismi qisqartirilgan MEAni notanish ayol qo'lidan ushlab olib ketmoqchi bo'lganligi to'g'risida xabar bergan. Aniqlanishicha, 2005-yilda tug'ilgan SJ 3-metro bekati oldida piyodalar yo'lagidan o'tmoqchi bo'lgan, voyaga yetmagan MEAni yo'l qatnov qismidan o'tkazib qo'ymoqchi bo'lgan. O'zi shu vaqtda uyali qo'l telefoni orqali tanishi bilan suhbatlashayotganligi sababli qizni yelkasidan ushlab, yo'ldan o'tkazib qo'ygan. Voyaga yetmagan MEA uyiga kelganligini aytgandan so'ng SJ o'z ishlari bilan ketgan. Mazkur holat Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan nazoratga olingan va tezlik bilan o'rganilgan. Fuqarolardan hech qanday vahimaga tushmaslikni hamda bunday holatlarda ishonchli bo'lgan aloqa vositalariga qo'ng'iroq qilishlarini hamda tegishli bo'lgan manbalarga asoslanib ish qilishlarini so'rab qolamiz.